Salom do'stlar, bugun sizga nega aynan Gentra xarid qilish kerakligini 5 ta sabab bilan tushuntirib beraman. Agar siz ham mashina olayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi sabab, arzon narxdagi sedan. Gentra bozordagi eng arzon sedanlardan biri. Shu narxda avtomat yoki mexanik transmissiyali salonni katta mashina topish qiyin. Ikkinchi sabab, ta'mirlash arzonligi. Gentraning ehtiyot qismlari ko'p va arzon. Har qanday ustaxona bu mashinani yaxshi biladi. Ya'ni ta'mirlash oson va cho'ntakka og'ir tushmaydi. Uchinchi sabab, keng salon va bagaj. Gentra orqa o'rindiqlar ham juda qulay. Bagaji esa juda katta, oilaviy sayohatlar uchun ideal. To'rtinchi sabab, yo'lda o'zini tutishi yaxshi. Bu mashina yo'lda barqaror yuradi. Shahar ichida ham, trassada ham o'zini yaxshi tutadi. Beshinchi sabab, qayta sotishda qadri bor. Gentra bozorda talabda katta. Agar keyinchalik sotmoqchi bo'lsangiz, tez va yaxshi narxda sotish mumkin. Agar siz ham byudjetli, ishonchli, qulay mashina izlayotgan bo'lsangiz, Gentra yaxshi tanlov. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang.